Bitta gapiringizlar. Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqi beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasini imsini yozing. Yaz. Mayg'an, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqni dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi-da. Qamardan aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni ayning magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqni dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? So'rtamat. Tug'ilganingda miyangni o'zi qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi siz masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizni masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlarga kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmidi sani? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi? Bloknotga yozgandingiz. Sizni masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon Yomon lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi san zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak emas. Bitta chotka yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadi hali. Hech chiqmayapti lekin. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshisi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi. Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana 15-yanvardan boshlab aholi va qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatga olish boshlandi. Nima qilib beradi uning? Mana senga bog'cha yetishmayaptimi? Shuna oilaviy ahvolingda nechta bolang borligini kiritasan, yetishmayotgan joylarga bog'chalar quriladi. Mana seni go'sht problema qilayotganingni, qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shu ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ham onlayn ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Ana kedasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga er qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi. Yerchi? Ersirab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. O'l. Qani piradazak oling. Ya mana bular boshlasin. Ya mana bu boshlasin. Yo, siz boshlang. Dasturxonni kattalar boshlaydi. Keling, amaki boshlab bering. Xos. 1 minut 6 sekund. Bu hali beri kelmaydi bu. Lekin archasi kichkina ekan. Mani uyimda shunaqangi archa qo'ydim. Balandligi nesbondan 3 ta keladi. Bir kun samolyot uchayotib, archamning uchiga ko'tini qirib olibdi. Mana qirilgan. Yomon piradaz sizni aldaysiz. Ya, amaki orqa yonyapti. Indama. Серьезно. Ya assalomu alaykum sheplarni o'z davrini lagancha keldi. Mana musurchiqni kim chaqirdi bu yoqqa? To'ya qol musurkanga, balo bormi bu yoqqa? Sen nima deyapsan? Buni musurkasiga Shohruxxon bordi, Munisa bordi, Diyora ham bordi buni musurkasiga. Xudoga shukr. Ya amaki vobshe yonyapti, bu tutayapti. Jimtir o'chadi o'zi. Серьезно. Ya amaki, keling boshlangan siz ham ezvordingiz. 1 minut. Bu kelmaydi bu. 8 sekund. Gapirma jim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Hop, piradaz najim. Bu kim edi endi? Bu Ummonku amaki? Loyihaga o'xshaydi-ku bu Ummon deysan. Ummonni ksenokopiyasida bu. Akalar uzr, men sizlarni hammanglarni tanishtirmayman-da, lekin hali burchakda kim tanimayman-da. Seryozni kim bu? Assalomu alaykum. Bu Munisa intergan-ku. Amaki 410 ko'rpachani kuydiradi, mashinasini itargan deyapman. Jim terpatsan. Men shunaqaman, kimdir zo'r bo'lib ketsa ko'ra olmayman, shunga orqam tutab yonadi. Ishonmaysizmi? Hozir telefon qilay. Alo Munisa, qandaysan? Men mani mashinangni itargan bo'laman. Qara, seni itarganmidim mashinangni? Qaysi ko'rdan shunga itartirdim mashinani bilmayman. Yo, rosti itargan. Aynan o'ylab ketay. Yana itaraman mashinangni. Ko'rdingizmi?
yomon yonyapti. Unga shu sepila hozir yonadi balki uyini yondiradi hozir. Ana bo'l. Mehmonlar qani? Amaki seryoz odam podam masakasiz. Hamma sizni kutib ketvordi. Mayli, tur, o'zimiz boshlaymiz. 1 minut. Meni 2 minut. Yangi yilam o'tdi ketdi buni 1 minuti bilan. Aşkım, seni ben çok sevdim. Salom bolajon. Boriqor. O, men seni deb tog'lardan oshib keldim. İngilizcemi. Qaysi tog'dan kelding? Bochkadan keldingmi? She'r aytib bersang senga sovg'a beraman. Sen menga she'r ayt, kartanga 100 ming tashlab yuboraman. O, men qorboboman, ey. Voy. Men bilaman kimligingni. Sen dadamni jo'rashsan yoki ani qo'shnimiz Sardorsan. O, men haqiqiy qorboboman. Aldaysan-ku Sardor. Nega birovlarni aldaysan? She'r aytib bersang senga shokolad beraman. Shokolad kerak emas. Ana xolodilnikda 50 ta shokoladimiz bor Sardor. Bo'pti, she'ring tezay, sovg'angni beray ketay. Aytishga dastoynimi sovg'ay, nima bermoqchisan? Bu nima deganing? Qorboboda har doim dastoyniy sovg'a bo'lgan. Mana senga chempion sendvich. Bu Samarqandda ishlab chiqariladi. Bu yangi ta'mi, shashlikligi. Buni Buxorodan ham, Qashqadaryodan ham topsang bo'ladi. Bunga aytsa bo'ladi, lekin she'r. Qara. Qorbobomiz oppoq, hassasi yog'ochdan bo'lgan, o'zi bir o'ynoshdan bo'lgan. Bir tiqvorardimi, dadangdan pulini olib qo'yganman-da. Bori qo'l. Bo'pti, tualet qayerda? Kirib chiqay. Aytdim, Qorbobo emassan dedimmi? Qorbobo tualetga kirmaydi-ku. Qorbobo osmonda aravachasida uchadi, o'sha aravachadan qo'yib yuborsa bo'ladi-yu pastga. Kim bilib o'tiribdi? Yangi yil